devorlarimni orasidan kelayotgan tirmalama ovozini shunchaki hasharotlar, qo'ng'izlar, sichqonlar yoki kalamushlar bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Uning ustiga uyim taxtadan solingandi va kichkina bir o'rmonning yonida edi. Hasharotlar, kalamushlar har doim uyning qaysidir burchagidan chiqar edi. Hatto bu uyni menga bekorga berishga taklif qilishgandi. Uyning har burchagiga kalamush va sichqonlar uchun qopqonlar, qo'ng'iz va hasharotlar uchun dorilar sepdim. Lekin tirmalama ovozi yo'qolmagach, professional hasharot tozalovchilarni uyga chaqirdim. Lekin shunda ham foyda bermadi. Tirmalama ovozi yana bir hafta davom etdi. Qo'limdan kelganicha e'tibor bermaslikka harakat qildim. Lekin uyimning har burchagidan kimdir tirnoqlari bilan devorni o'yiyotgandek ovozlar eshitilardi. Ovozlar faqatgina devorlarning orasidan emas, hamma joyda edi, havoda edi. Xuddi meni tirmalama ovozi xonadan xonaga ta'qib qilayotgandek edi. Ba'zida ovozlar shunchalik ko'payib ketar ediki, devorlarimning orqasida tirnoq bilan o'yilmagan joy qolmagandek edi go'yo. Va nihoyat kechqurun yotog'imga uxlash uchun yotganimda ovozlar bosh tarafimdagi devordan kela boshlardi. Shunchalik bezovta qilar ediki, uxlashga juda ham qiynalar edim. Shunda ham hech narsa bo'lmagandek davom etdim, toki bir kun ertalab dahshatli tirmalama ovozi bilan uyg'onganga qadar. Ovozlar shunchalik qo'rqinchli ediki, biroz vaqtdan keyin yig'i ovozlari ham qo'shila boshladi. Devorning ortidan kimdir xuddi mushlab urayotgandek edi. Bu safar hasharot tozalovchilarni emas, militsiyani chaqirdim. Militsiya ko'p o'tmasidan devorlarning orasidan kichkina bir bolakayni chiqarishdi. Mening devorlarimning orasidan. Men ularga bir haftadan beri bo'layotgan tirmalama ovozlarini hammasini aytib berdim va bu ovozlarni shunchaki hasharot yoki kalamushlarga tegishli bo'lishi mumkinligidan uyning har burchagini dorlab chiqqanim haqida ham aytdim. Bolakayni olib ketishdi. Bir haftadan beri uni bilmasdan zaharlab o'ldirib qo'ymaganligim uchun o'zimdan xursand edim. Biroz vaqt o'tgandan keyin bolani ahvolini bilish uchun militsiyaga qo'ng'iroq qildim. Lekin ularni aytishicha, hali bolakay gapira olmayotgan ekan. Bolani mening devorlarim orasiga qayerdan kirib qolganini va qanday qilib bir hafta tirik qolgan haqida hech narsa bilmas edim. Lekin nima bo'lsa ham bu yog'iga tinch, ovozlarsiz mazza qilib uxlar edim va kechqurun yotog'imga uxlash uchun yotdim. Shu payt telefonim birdan jiringladi. Militsiyadan qo'ng'iroq qilishayotgan edi. Telefonga javob berdim. Militsiyani aytishicha, bolaning ota-onasi ularga aloqaga chiqqan va bolani yo'qolganiga atiga bir kun bo'lgan haqida aytishgan. Lekin uydagi tirmalama ovozlari bir haftadan buyon davom etayotgan edi. Bu narsa bo'lishi mumkin emas edi. Bu ovozlarni chiqarayotgan na kalamushlar, na bu bolakay edi. Qo'rquv badanimga pichoqdek sanchilgan edi va shu payt takroran devorning orasidan tirmalama ovozlari eshitila boshladi.